Assalomu alaykum aziz ustozlar, Muloqot telekanali muxlislari. Bugun teleekran orqali sizlar adabiyot kechasini ilk bora tomosha qilasizlar. Ma'lumki, bir necha yillardan buyon adabiyot kechalari, Navoiyxonlik kechalari Qo'qon shahrida o'tkazib kelinadi. Bugun ilk marta televizion efir orqali sizlarga adabiyot kechasi ko'rsatuvi namoyish etiladi. Adabiyot kechasi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan, Toshkent shahridan tashrif buyurgan aziz ustozimiz, filologiya fanlari nomzodi, yuzlab kitoblar muallifi, xalqaro Hoji Ahmad Yassaviy mukofoti laureati, hurmatli ustozimiz Sayfiddin Sayfulloh ustozimizga navbatni bersak. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum hurmatli aziz Hazrat Alisher Navoiy ijodining muxlislari, muhiblari. Bugungi suhbat mavzui ilm bahsi Hazrat Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub asaridagi tanbihlaridan bo'ladi. Ma'lumki, bu asar Hazrat Alisher Navoiyning umrlarining oxirida 1500-1501 yillar arafasida yozilgan. Chunki bunday qomusiy bir asar yozish uchun insonda juda katta ilm, juda katta qalb va juda katta tajriba kerak. Mahbubul Qulub degani bu ko'ngillarni sevgani degani. Ya'ni bu asar hamma uchun mahbub, hamma uchun maqbul, hamma uchun manzur va sevikli bir asardir. Bu asardagi 3-qism, ya'ni tanbihlar qismi, bu bevosita Hazrat Alisher Navoiyni o'sha nasihatlari, o'gitlari, yaxshi va yomon insonlar haqida aytgan hikmatli gaplari, ularni fe'li qanaqa, odobi qanaqa, yaxshi xislatlari, yomon xislatlari borinki, butun bir odob axloqni bir qomusi, bir hikmat bu, bir falsafa. Men o'ylaymanki, mana shu tanbihlarni o'qigan, tanbihlarga amal qilgan odam o'sha umrning mohiyatini yaxshi anglaydi, hayotning mohiyatini yaxshi anglaydi, o'zligini taniydi, tilga e'tibor beradi, birovlarni hurmat qiladi, birovlarga bir yaxshilik sog'inadigan, birovlarga bir manfaat yetkazadigan bir inson bo'ladi, ilmga ahamiyat beradi, johillikdan o'zini saqlaydi. Umuman bu asar haqida juda uzundan uzoq gapirish mumkin. Men o'ylaymanki, suhbatimiz jarayonida mana shu ayrim tanbihlar haqida suhbat qilamiz, ular haqida fikr bildiramiz. Chunki bilamizki, sho'rolar davrida Hazrat Alisher Navoiyni o'sha diniy, tasavvufiy jihatlari o'rganilmagan edi va asarlaridan olib tashlangan edi. Xudoga shukr, mana shu mustaqillikdan keyin Hazrat Alisher Navoiyning asarlari to'la nashrdan chiqdi. Birinchi marta Hazrat Alisher Navoiyning 20 tomlik mukammal asarlar to'plami nashr bo'ldi. 2011-yilda esa 10 tomlik mukammal to'la asarlar to'plami nashr bo'ldi. Shu uchun men o'ylaymanki, mana bugungi kunda Hazrat Alisher Navoiyning asarlarini to'laligicha o'qish imkoniga ega bo'ldik. Va Hazrat Alisher Navoiy asarlariga qancha sharhlar yozildi. Ularning nasriy bayonlari chop etildi. Demoq, bir og'iz so'z bilan aytganda, Hazrat Alisher Navoiyning asarlarini o'rganishga mana shu mustaqillikdan keyin juda keng imkoniyatlar ochildi. Endi mana bugungi mavzuyimiz bilan bog'liq o'sha Mahbubul Qulubda tanbihlar dedik. Bu Mahbubul Qulub asari bir necha bor olimlar tomonidan nasriy bayon qilindi. Ya'ni hozirgi til bilan ifodalandi. Ya'ni hozirgi tilga o'girildi deymizmi, tabdil qilindi deymizmi? Va mana shu Mahbubul Qulubni hozirgi nasriy bayon qilgan kishilardan mana 2 kishi meni yonimda turibdilar. Ibrohimjon domla bilan Abdumurod domla. Mana Mahbubul Qulub asari bu nasriy bayon. Chunki Hazrat Alisher Navoiyni o'zlarini tillari albatta biroz og'ir.
arabiy forsiy so'zlar ko'p, tushunish qiyin bo'lgan ba'zi bir joylar bor. Shu uchun bugungi o'quvchilarimizga oson bo'lsin, ular yaxshi tushunsin deb Navoiy Hazratni juda ko'p asarlari bugungi tilda nasriy bayon qilib berilyapti. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha Hazrat Alisher Navoiyda asarlarni to'g'ri ma'noda, to'la ma'noda idrok etish va tushunishni yo'llaridan biridir. Shu uchun bu mustaqilligimiz sharofati bilan albatta biz juda ko'p narsalarga erishdik, tilimizga erishdik, mustaqillikka erishdik, tariximizga erishdik va hokazo buni juda ham ko'p fazilatlari bisyor. Shu uchun hozir mana yonimda shu Qo'qondagi qariya keksa shoirlarimizdan birlari juda ko'p chiroyli g'azallar yozganlar. Bu kishi mana shu mustaqillikka atab ham bir g'azal yozgan ekanlar. Hozir shuni o'qib bersalar bir xursand bo'lardik. Marhamat. Bizlarda bu anjumanda bunday o'tirishligimiz albatta yurtimizda tinchligi, omonligi, ofiyati, istiqlolimizni mukammalligi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta biz har birimiz mana shu istiqlolimizni kuyib yonib faxr bilan so'zlasak arziydi. Alloh nazar soldi yurtga, baxt quyoshi porladi. O'zbek elin mustaqillik sari o'zi chorladi. Yechildi-ku belidagi 70 yillik zinnori, qayta ildi gardaniga o'zbek milliy tumori. Rahmat nurin yog'dirgan Allohga hamd sano ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Samarqandda Ismoil Buxoriyning ruhi shod. Buxoroda Naqshbandi bobomiz qabri obod. Tab ulug'lar hokim o'tdi qancha hasadlar. Notinch qilib qo'zg'atdilar ba'zi ulug' jasadlar. Ulug'lar ruhi Allohga roz aytgandir, fikr et. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Mustaqillik nishonasi oq libosli hojilar, necha tempioning boshda oltin tojlar. O'zbek desa bilmay jahon yelka qisib o'tdilar. Bugun dunyo osmonida o'z bayrog'ing hilpirar. Bugun eling oldida o'z burchingni ado ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Necha yillar yashab o'tdik paxsa devor kulbada. Uyni tomi bo'lsa balad boshni ko'rdik kundada. Buguncha yashayapmiz koshona qasrlarda. Bizdan tanti boyvachcha yo'q bugungi asrlarda. Bizda imkon bisyor bugun o'z fikring dunyoga ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Istiqlol deb necha elatlar to'kdilar qon. Yurtim, vatan, otam, onam, farzand deb berdilar jon. Bizdagi bu istiqlolga qoyildir jumla jahon. Qon to'kmadik, jon bermadik, hammani qilib hayron. Yurtimdagi bu tinchlikka ko'z tegmasin duo ayt. Istiqlol eng ulug' ne'mat, bu ne'mat qadriga yet. Osmonimiz har doim musofo bo'lsin. Istiqlolimiz bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat. Juda yaxshi bir chiroyli she'r bo'ldi. Alloh ijodingizga baraka bersin. Endi azizlar, suhbatimizni davom ettiramiz. Insonni kamoloti ikki narsaga bog'liq deydilar Hazrat Alisher Navoiy. Ayniqsa yoshlarimizni kamoloti. Biri odob, axloq, ikkinchisi ilm. Shu uchun bir baytda aytadilarki, adab o'rgan, ilm hosil qil, ahli ma'nilarga o'zini vosil qil. O'sha komil bir inson bo'lmoqchi bo'lgan odam, yetuk bir inson, bir donishmand bo'ladigan kishiga, ayniqsa farzandlarimizga ikki narsa muhim ekan. Biri odob, axloq, biri ilm. Diqqat qilinglar, Hazrat Alisher Navoiy ilmdan oldin odob, axloqni tilga oldilar. Shu uchun odob axloqsiz ilm mukammal bo'lmaydi, ilmsiz odob axloq ham mukammal bo'lmaydi. Shu uchun bugungi kunda mana yoshlarimizdan biz kitob o'qishni talab qilyapmiz, yaxshi olim bo'lishni talab qilyapmiz, yo bo'lmasa bir kasb o'rganishni talab qilyapmiz, odobli, axloqli bo'lishni talab qilyapmiz. Hazrat Alisher Navoiyda
mana shu jihatlar hammasi mukammal berilgan. Faqat Navoiy Hazrati fikrlarini biz juda sodda qilib, chiroyli qilib farzandlarimizga tushuntirish qilishimiz kerak xolos. Shu uchun mana shu Mahbubul Qulubda Hazrat Alisher Navoiy ilmga, olimlarga alohida diqqat qaratadilar. Ya'ni ilm bu har bir kishini bir ziynati, bir gavhari. Uni yetuklik pillapoyasiga chiqish uchun asosiy xususiyat, asosiy fazilat deydilar. Lekin boshqa bir jihatdan aytadilarki, ilm o'qigandan keyin unga amal qilish kerak. Olimi beamal, zamburi beasal deydilar. Va mana shu kitoblarda bir joyda keltiradilarki, ilmiga amal qilmaydigan odam ustiga kitob ortilgan xuddi eshakka o'xshaydi, bir markabga o'xshaydi deydilar. Eshakning ustiga qancha kitob ortsangiz, qanaqa zo'r kitoblar ortsangiz, u hech narsani fahmlamaydi. Uni vazifasi shu yukni kerakli joyga yetib qo'yish. Shu uchun ilm o'qidingmi, unga amal qil deydilar. Va mana ilm o'qib amal qilmagan odamni xuddi shudgor qilib, urug' sepib, hosil olmagan odam nimaga kishiga o'xshatadilar. Va bir chiroyli baytlari bor. Ilm o'qib qilmagan amal maqbul, dona sochib ko'tarmadi mahsul. Qarang, ilm o'qib amal qilmagan odam xuddi yerga dona sochib hosil olmagan odamga o'xshaydi. Shu uchun mana shu ilmga juda ham ko'p targ'ib qiladilar. Va hatto bir joyda mana 98-tanbihda aytadilarki, gadoning farzandi donishmand bo'lsa deydilar, u mansabdorlar bilan hamnishin bo'ladi deydilar. Mansabdorlar bilan, boylar bilan, ulug'lar bilan birga o'tiradi. Mana shu ilmni sharofatdan deydilar. Ya'ni ular bilan birga bo'ladi. Boyning farzandi dangasa bo'lsa, loqayd bo'lsa, tambal bo'lsa deydilar, u nokaslar bilan suhbatdosh bo'ladi. Mana qarang, hayot mana shunaqa. Ilm mana shunday bir fazilatli narsa ekanda. Lekin yana bir narsani aytadilarki, Hazrat fosiq olim deydilar. Bilginki o'ziga zolim dushmandir deydilar. Fosiq bo'lsa, u o'ziga zolim, bu dushman bo'ladi deydilar. Baxil boy esa nodondir. U o'ziniga ziyon qiluvchi kishi deydilar. Bu ikki toifa deydilar, umrini bekorga o'tkazadi deydilar. Ya'ni ilm o'qib, olim bo'lib, buni ilmidan o'ziga ham bir foyda tegmagan, boshqalarga ham bir foyda yetkazmagan odam, ikkinchisi ko'p ranj chekib, qancha haligi yolg'on gapirib, zulm qilib, ko'p mol dunyo topib, bu mol dunyosidan na bir o'ziga foyda tekkan, na bir boshqaga bir foyda yetgan. Bu ikki odam deydilar, Hazrat Alisher Navoiy hasrat bilan go'rga ketadi deydilar. Bularni umrini oxiri voy, hasrat bilan go'rga kiradi deydilar. Shu uchun demakki, ilm bu juda ulug' narsa ekan. Allohning bergan bir ne'mat ekan, bir nur ekan. Hatto Imom G'azzoliy rahmatulloh alayhi aytadilarki, Alloh taolo deydi, mol dunyoni do'stiga ham beradi, dushmaniga ham beradi. Lekin haqiqiy ma'noda nur bo'lgan, manfaatli bo'lgan ilmni faqat o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini do'stiga beradi degan ekanlar-da. Shu uchun endi yana bir joyda bir ajoyib narsani aytadilar. O'sha Hazrat Navoiy endi olimlarga ogohnoma sifatida aytadilarki, olim kishi deydilar, johilni ro'parasiga o'tkazib, uni tahqirlash uchun, uni mot qilmoqchi bo'lsa deydi, bu ish deydi, yaxshi ish emas deydi. Bu ish o'sha olimni deydi, haligi noqisligi deydi. Chunki johil odamlar bilan olim odamni bahs qilishini o'zi to'g'ri emas. Shu uchun ham hali ba'zi bir maqol borki, javobi ahmaq sukut deydi. U agar gapga kirmaydigan odam bo'lsa, gapni tushunmaydigan odam bo'lsa, yaxshisi sukut qilgin. U ahmoqning javobi sukut saqlash kerak dedilar. Hazrat Alisher Navoiy mana shu jihatni ham aytib o'tgan ekanlar-da. Olim kishi deblar, o'z ilmi darajasini, miqdorini hurmat qilishi kerak.
gavharni tekshirib ko'rish uchun deydilar, uni toshga urish shart emas deydilar. Qarang. Shuning uchun bir ajoyib bayti ham bor ekanlar. Qoraga har kishikim durri saminni urgay. Xirat anglarki qayu biri birini sindirgay. Ya'ni qimmatbaho durni toshga ursalar, donishmand kishi sadaqa qaysi biri qaysisini sindirishini biladi. Ya'ni donishmand kishi haligi gavhar toshni sindiradimi, tosh gavhardimi buni yaxshi biladi deydilar. Shuning uchun oqil bo'lgin, dono bo'lgin, ilm o'qidingmi, ilmni qadriga yetgin deydilar-da. Mana shu ilmga ko'p targ'ib qiladilar. Endi biz juda yaxshi bilamiz. Hali oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur, bilmaganni o'rganib, olim bilmagan orlanib so'ramagan zolim degan u kishini butun maqol bo'lib ketgan juda ko'p hikmatlari bor. Yo bo'lmasa haq yo'lida kimsanga bir harf o'qitmish ranjila aylamak oson emas, oning haqqin yuzganch ila deb o'sha ustozi hurmati qanchalik bir ulug' bo'lishi haqida Hazrat Alisher Navoiyda juda ham bebaho hikmatli gavharga o'xshagan gaplari bor. Shuning uchun bugungi kunda biz mana shu ilm o'qiydigan yoshlarimizga demak Hazrat Alisher Navoiyda tavsiyalarini, nasihatlarini yaxshilab yetkazishimiz kerak. Toki ular nima uchun ilm o'qiydi va ilmga amal qilish lozimligi, ustozi hurmat qilish lozimligini men o'ylaymanki, juda yaxshi tushunishadi. Bu masalada Hazrat Alisher Navoiy farzandlarimizga ham, o'zimizga ham yaqindan bir ko'makchi, yaqindan bir maslahatdosh bo'ladilar deb o'ylayman. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat til va adabiyot universiteti dotsenti, hurmatli ustozimiz Abdumurod Tilovovning suhbatlari bilan bugungi adabiyot kechasi dasturini davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Rahmatli ustozim, filologiya fanlari nomzodi dotsent Amon Namadayev bilan mana shu Qo'qonda bir necha yillardan beri an'ana tarzda o'tkazilayotgan Navoiyxonlikka qatnashganimizda ustoz, O'zbekistonda shunday bir ma'rifat suhbatlari bor ekanini biz bilmay yurgan ekanmiz. Qarang endi buni butun respublikaga targ'ib qilsak va buni televideniya orqali namoyish qilsak degan bir orzular bor edi. Afsus, u kishi uchun armonga aylandi, lekin mana shu go'zal kunlarga yetib keldik. Men shu shukronalik so'z bilan ustozni yodlab gapni boshlamoqchi edim. Ustozning o'zi o'sha Hazrat Navoiyni bir gapini biz talabalariga bot-bot aytadilar. Ilmni kim vositai joh etar? Ilmni kim vositai joh etar? O'zini xalqni gumroh etar. Ko'pchilikda ilm bo'lishi mumkin, ustoz. Shunday. Lekin o'sha olingan ilm agar ezgulikka xizmat qilmasa, xalqqa xizmat qilmasa, yaxshilikka xizmat qilmasa, u jaholatdan boshqa narsa emas. U faqat o'sha ilm egasi uchun ham zarar, boshqalar uchun ham zarar bo'ladi, deyaptilar. Hazrat Alisher Navoiy Layla Majnun dostoni xotimasida Ibrohimjon domla har kimga o'lim bo'lsa vosil, gardardi-yu holi yo'q ne hosil deb aytadilar. Inson bir necha ilmlarga ega bo'lsa, lekin unda dard va hol bo'lmasa, unda ilmning nima foydasi bor degan gapni aytadilar. Ya'ni dard va hol degan so'zni ikki baytda ikki marta ishlatadilar. Navoiyga juda ham xos bo'lmagan holat. Lekin bunda menimcha bir narsaga diqqat qilmoqchilar. Rahmatli ustozimiz Najmiddin Komilov tasavvuf monografiyalarida o'sha dard hol degan so'zga 11 xil izoh berib yozgandilar. Ilm, hol, muhabbat va hokazo. Lekin men nazarimda bu yerda Hazrat Navoiy bizni xalqimizning maqollarida alohida tilga olingan ixlos degan bir tushunchani aytmoqchilar. Ixlos xalos deydi xalqimiz. Ya'ni inson bir necha ilmlarga ega bo'lsa-yu, lekin o'sha ilmlar ixlosga yo'g'rilmagan bo'lsa, bunday ilmning foydasi yo'q deyaptilar Hazrat Navoiy. Ulug' bir hikmatda aytiladiki, barcha insonlar halokatdadirlar, olimlargina bundan mustasno. Olimlar ham halokatdadirlar. Ilmi bilan amal qilgan olimlar bundan mustasno. Hikmatning 3-qismi insonni jiddiy o'ylantiradi, ustoz. Ilmi bilan amal qilgan olimlar ham halokatdadirlar. Ixlos bilan amal qilgan olimlar bundan mustasno. Demak, Hazrat Navoiy ta'rif qilayotgan ilm ixlosga yo'g'rilgan amalli ilm hisoblanadi.
Hazrat Alisher Navoiy ilmning asosiy manbai bo'lgan o'sha tilga ham alohida diqqat qaratadilar. Insonni inson til ayladi judo hayvondan bilki guhari sharifroq yo'q onni deydilar. Insonni insonligini uning tili ajratib turadi. Mana Mahbul Qulda aytayaptilarki, tilini tiya olgan kishi donishmand hakimdir. Til bilan dil bir bo'lsa, yana ham yaxshi. Til bilan dil insondagi eng yaxshi a'zolardir. Odam til tufayli boshqa hayvonlardan imtiyozli bo'ldi. Haqiqatdan ham insonligini uning nutqi, tili alohida ajratib turadi. Favoidul Kibar asarida Sayfiddin ustoz shu 7-g'azalida "Shu nutqila bo'ldi mumtoz barcha hayvondin, ham oxir ul hayvondin erur maqolat anga" deydilar Hazrat Navoiy. Qarang, insonni boshqa mahluqotlardan til, nutq mumtoz qildi, afzal qildi. Yuksaklikka ko'tardi. Lekin shunday bir payt keladiki, yana unga o'sha hayvondan nutq irod qilinadi deyaptilar. Bu yerda Hazrat Navoiyning bir dahosi, ilmi haqida gapirishimiz mumkin. Hazrat Navoiy bu yerda mumtoz adabiyotdagi iqtibos degan san'atni nihoyatda o'rinda ishlatganlar. O'sha Nahl surasidagi Dabbatul Ars, yer hayvoni haqidagi ilmiy haqiqatni bu baytlarga singdiryaptilar. Demak, o'sha Dabbatul Ars qiyomatga yaqin yerdan chiqadigan hayvon bu kitoblarda alohida tilga olinadi. Hazrat Navoiy aytibdilarki, o'sha tili bilan ezgulikka da'vat qilgan, yaxshilikka chaqirayotgan insonlarni tili bilan qaytargan insonlar, inkorchilar, munkurlarga shunday bir paytda yerdan bir maxluq chiqadi va u insonga o'xshab ularga gapiradi. Ya'ni sizlar ishonmagan kun mana shu kun, endi ham ishonmaysizlar mana deganda, yo'q, endi tavba eshiklari bekilgan degan bir ulug' ogohnoma bu yerda aytilyapti. Mana domla so'z haqida juda chiroyli gapirdilar. So'z bo'lmasa, til bo'lmasa, shoir bo'lmaydi. Asar bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Hazrat Navoiy dostonlaridan birida so'z dedilar, bu dunyodan ham qadimiyroq dedilar. Haqiqatan ham Alloh taolo mana bu butun dunyoni kun, ya'ni bo'l degan amr bilan yaratdi. Kun dedi, fayakun. Alloh taolo amr qildi dunyoga, bo'l, yaral dedi, yaraldi. Shu uchun Navoiy Hazrat aytadiki, so'z bu dunyodan ham qadimiyroq deydi. Endi shu uchun tilga e'tiborsiz, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Mana bugungi kunda biz ona tiliga juda katta e'tibor beryapmiz. Davlat tili bo'lgan ona tilimiz o'zbek tiliga juda katta e'tibor beryapmiz. Hukumatimiz tomonidan ham mana shu ona tilimizni rivojlantirish uchun qancha qarorlar chiqyapti. Demak, biz tilimizga jiddiy e'tibor berishimiz kerak va yoshlarimizda ham mana shu ona tilimizga muhabbat ruhida tarbiyalashimiz kerak. U agar 1000 ta xorijiy tilni bilsin, butun dunyo ilmini bilsin, mani nazarimda agar ona tilini yaxshi bilmasa, u nodondir. U muhabbatsiz kishidir. Shu uchun avvalo biz ona tiliga, ona vatanga muhabbat tuyg'usini bolaga o'rgatishimiz kerak. Hazrat Alisher Navoiy mana shu tilni muhimligi, nutqni muhimligi va mana bu turkiy tilni adabiyot olamida qanchalik bir o'rni borligini bu kishi asarlarda aytib o'tganlar. Hatto Muhokamatul Lug'atayn degan asar yozdilar. Mana shu Muhokamatul Lug'atayn asari turkiy til bilan forsiy tilni muqoyasasi. Bu asarda har bir kishi o'qish kerak. Mana shu asarda turkiy tilni o'ziga xos fazilatlari nimadan iborat? Forsiy tildan qaysi jihatlari bilan afzallik tomonlari bor? Mana shu asarni juda katta tajriba, juda katta kuyunchaklik bilan yozganlar. Va hatto shu asarda turkiy tilda shuncha imkoniyat bo'lib, lekin bizni turk yigitlari forsiy tilda ijod qiladi. Afsus degan joylari bor. Endi qarangki, mana shu turkiy tilda jahon shumul asarlar yozishdi. Hazrat Alisher Navoiy o'zi hayotda ko'rsatib berdilar, isbotlab berdilar. Turk nazmida chumen tortib alam, ayladim ul mamlakatni yaqqalam deydilar. Shu uchun
butun mana shu mamlakatlarda Xitoy, Movarounnahdagi turkiylarni hammasini mana shu turk tilidagi asarlarim bilan birlashtiring deydilar. Shu uchun Hazrat Navoiyni til haqidagi fikrlari juda ham muhim hammamiz uchun. Endi til haqida, u kishini so'z haqidagi gaplari Hazrat Navoiyni butun asarlarda sochilib ketgan. Agar ularni bir joyga yig'sangiz, katta bir kitob bo'ladi, domlalar. Katta bir asar bo'ladi. Shu o'rinda bir so'zning qudrati haqida bir rivoyat kelib qoldi. Aytilyaptiki, rivoyatda qiyomatda bir yigit savol-javobga tortildida, uning amal daftari tortilganda savob bilan gunoh pallasi teng kelib qoldi. Ya'ni arosat, bu juda ham qiyin ahvol. Shunda birgina kichkinagina bir qog'oz parchasi keldida, yigitning gunoh pallasiga shunda qo'yindi. Shunda birdan gunoh pallasi cho'kildi va cho'kib ketdi-da, uni o'sha baxtsizlar qatoriga haydashdi. Ketayotgan paytda hali yigit nola qila boshlaganda Alloh taolo aytayaptiki, u bandan menga bir narsa demoqchi, qaytaringlar dedi. Hey banda, nima demoqchi desa, Rabbim, men sening taqdiringga roziman. Lekin ketayotganda padari buzrugvorim ham o'sha baxtsizlar qatorida ekan. U dunyoda menga o'rgatdi, ta'lim berdi, ilm berdi, lekin men unga bir foydam tegmadi. Hech bo'lmasa padar buzrugvorimga bu dunyoda foydam tegsin, uning gunohlaridan menga bergin, savoblarimdan otajonimga bergin degan edi. Alloh taolo aytdiki, sen juda himmat ko'rsatding, lekin himmat ko'rsatish borasida menga yetadigani yo'q dedi va buni ikkalasini ham ota-onani ham otani ham bolasini jannatlar qatoriga. Endi bu yerda muhim aytiladigan gap nima? O'sha tarozi pallasining bosilishiga, ya'ni gunohlarning bosilishiga, uning do'zaxi bo'lishiga sabab bo'lgan qog'ozda bir so'z bor edi. U so'z juda ham uzundan uzoq so'z emas edi. U ikkitagina harfdan iborat so'z edi. Uf degan so'z edi. O'sha yigit demak shuncha tarbiya ko'ribdi, nimadir bo'lib otasiga shu uf degan ekanda. Demak uning amal tarozisining o'sha gunohlar pallasini bosilishiga bittagina shu so'z sabab bo'lgan ekan. Demak bu biz har bir gapimizni, ayniqsa ota-onamizga bo'lgan munosabat borasida har bir gapimizga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerakligini bir ibrat deb bilaman. Ota-ona oldida uf deyishdan saqlaning. Ko'tarib ovozingiz do'q urishdan saqlaning. Bilmayin ne qilganingiz cho'p otishdan saqlaning. Kun kelib farzandingiz otmasin tosh farzandlarim. So'zdir ki nishon berur o'likka jondin. So'zdir ki xabar berur jonga jonondin. Insonni so'z judo ayladi hayvondin. Bilkim guhari sharifroq yo'q ondin. Endi bu so'zni ifodalaydigan a'zo bizning og'zimiz, bizning tilimiz. Lekin masalani yana bir boshqa tomoni bor. Til juda muhim deyapmiz. Lekin bu til bir insonni qalbiga xursandchilik ham solishi mumkin. Lekin bir insonni qalbiga jarohat ham solishi mumkin. So'z ulug' narsa, til ulug' narsa, lekin uni inson aql bilan, donishmandlik bilan nima qilish kerak? Jilovlash kerak. Kerakli paytda kerakli so'zni ayta bilish kerak. Shu uchun ham aytishadiki, hali tishdan yetgan jarohat tuzaladi, lekin tildan yetgan jarohat tuzalmaydi deyiladi-da. Hazrat Alisher Navoiy mana buni ham juda chiroyli bir aytib qo'yibdilar. Kimki birovning ko'nglini qattiq so'z bilan jarohatlar ekan, unga ham achchiq til zaharli nayzadek sanchiladi. Siz bir insonga yomon gapirsangiz, u ham sizga yomon gapiradimi, yo'qmi? Haqorat qilsangiz, haqorat qiladi. Endi to'g'ri nasihatlar borki, yomonlik aylaganga yaxshilik qil. Otang erdur, sanam erdek qiliq qil, yomonlik aylaganga yaxshilik qil. Lekin hamma inson ham yomonlik qilganga yaxshilik qila olmaydi. U yomonlik aylaganga yaxshilik qilish uchun ma'lum bir saviya, ma'lum bir ilm, ma'lum bir e'tiqod bo'lish kerak. Shu uchun hammaga bilib bilmay yomon gapirmaginki, u ham senga yomon gapiradi deydilar Hazrat Navoiy. Tilingga ehtiyot bo'lgin deydilar. Yana bitta chiroyli fikrlari bor. Muloyim so'z vahshiylarni ulfatga aylantiradi. Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi deydilar-ku, ha? Demak, muloyim so'z vahshiylarni ulfatga aylantiradi. Afsungar
afsun bilan ilonni inidan chiqaradi. Qara deydilar afsungar. Afsuni bilan ilonni inidan chiqaradi deydilar. Sen ham agar yaxshi so'z so'zlasang, seni ko'p kishilar tinglaydi, eshitadi, senga quloq soladi deydilar. Demak, til bu ulug' narsa, ammo tilni ham nima qilish kerak ekan? Boshqarish kerak ekan, tilga e'tibor berish kerak ekan. Gapiradigan har bir gapimizni o'ylab gapirishimiz kerak ekan. Hazratda ilm to'g'risidagi gaplari mana bugungi kungacha ham dolzarb. Najot ilmdan deyishadi. Biz mana yoshligimda o'sha esimda qolganni, o'sha hayotimda dastur amal bo'lgani, yoshlikdagi ilm maqzanin qariliq chog'i xarj qilg'il ana deyishgan. Demak, yoshlikda o'qi, ilm ol, undan keyin o'shani qarilikda o'shani sarf qil, xarj qil deyishganda endi. Endi bu bugungi yoshlarimizga mana shu hammasiga dasturamal bo'lish kerak. Chunki mana hozir hamma holat bo'yicha yaxshimiz, sportdan yaxshimiz, boshqa holatdan yaxshi, madaniyatdan yaxshimiz, lekin ilmdan ham, dunyoviy ilmdan ham biz juda ham o'tkir bo'lishimiz kerak. Dunyoda ishi shunga taqozo qilyapti.